Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi videoroligimizda Urganch shahrimizda Bo'ron zapravka orqa tomonida 100 kvadrat metrli 2 etajli hovli joy bilan tanishib o'tamiz. Albatta, teshikka bo'lgan zilyonli zonalari bor. Kanalizatsiya ham chiqqanlar. Gaz, suvdan muammosi yo'q. Pojarniy xotinami gazlar, mashinkadan parkovishli mestalar ham bor. Girish eshiklari, damir eshiklari. Bismillahirrohmanirrohim deb giramiz azizlar. Hovli joyimiz 80% pishgan kirishdan solingan. Mustahkam plitalar bilan bosilgan birinchi etaji, ikkinchi etajasi og'och bilan. Girgandan dolan qismimiz bo'ladi. Oyoq telar ham tepli pol, devorlar atachento qilingan. Polni. Chap tarafimizda bu yerda lestnitsamiz, ya'ni yaqash lestnitsadan chiroyli qilib o'tib ketdilar. Patologlarimiz esa o'rtalarni atishli chetlari gipsokardon bilan qoplangan. Razmeri eni 440 ga, uzinasi bir 6-7 metrlar bor. O'ng tarafimizda bu yerda rakonalar qo'yilgan, kafellar qilingan, elektrik avtomatlari ba'zi qo'yilgan. Tayyor xonadon, doğru girib yoshiydan. Fasatini bir travetin qilib bersa, ajoyib bo'lib, chiroyli bo'lib turadi. Yerda lestnitsamiz tengda suv nasozlari o'rnatilgan, davrini yaxshi bo'lishi uchun sho'shiklar ham o'rnatganlar. Bizda ajoyib xonadon ekan. 4 xonadan iborat, dalondan tashqari pastda bir dalon, bir spalnisi bor, keyin sanuzel, oshxona, keyin bog'i bor, yuqorida 3 xonasi bor, bir zal, 2 spalni. Eshiklari ajoyib baland eshiklardan qo'yilgan, MDF eshiklardan, koronlar eshiklar ham o'rnatganlar. Birimiz yangi spalni qismi bo'ladi. Razmeri eni 320 ga, uzinasi bir 4 metr 430 lar chiqadi. Aynalar plastramlardan pojarniy xod tarafga qaragan, podagonliklar ham o'rnatilgan. Ko'rib turasizlar, devorlar polni atachento qilingan. Galagellar ham o'rnatganlaringizda. Natijalar qilingan patologlarimizda. 100 kvadrat metrli xonadonimiz. Narxi ham ajoyib narxda. Narxini videoni oxirida aytib o'tamiz azizlar. Sanuzelimiz yani görüp durgansın tayyor, ayak teleri, divorlar, kafel, patologlar plastik, vanna, unitaz, rakonalar koyulgan. Oshxonamiz, to'xtalib o'tsak, oshxonamiz yine fartuqlar qilingan, zamonaviy duh konteyner nastenniya tapniya qo'yilgan. Belining aristollari ham ba'zida. Görüp durgansın, kotel montajdan ajoyib qilib sifatlatib o'tirganlar. Tarafimiz bog' qismi bor. Bog'imiz ham katta ekan, kichkina emas, pulni tapchan qo'yib davolab o'tirmoqqa udovsolari bor. Skvajina ham bor. Bu yerda vodoprovod ham, skvajina ham bor. Xalasangiz vodoprovod, xalasangiz skvajinadan foydalanasizlar. Quruq teshikka qilingan zilyonli zonalari bor. Paxsalarni bilan tatib o'rilganizlar. Eshiklar ham eshiklardan damir eshiklar qo'yilgan. Oyoq teglari tepli pol bo'lganizlar. Tepli pol qilingan bellar. Endi ikkinchi etaj bilan tanishib o'tamiz. Lestnitsamiz yaqash lestnitsalar chiroyli qilib laklab qo'yibdilar. Sizlar ikkinchi etaj chiqqandan keyin o'ngda birinchi zalimiz, ikkinchi spalni, to'rtda ham spalni. Eshiklar MDF eshik, koronlar eshiklar o'rnatilgan. Yerimiz yine katta zal joyi. Yine 320 uzinasi 6,5 metr razmerda tushgan. Oyoq telar laminat polla qilingan, devorlar atachento, patologlarimiz esa gipsokardon bilan qoplangan, galagellar ham o'rnatilgan. Ajoyib xonadon tayyor, narxi ham zo'r. Narxi azizlar 550 million so'm aytilib turibdi. Ustida azroq xayrna qaytaradigan yeri bor. Dokumentlardan muammosi yo'q. Ham glavniy azizlar 80% pishgan karuch, 20% xom karuch ishlatilgan. Yerimiz 320 ga, azizlar 1420 razmerlarda tushgan. Devorlar atachento, aynalar plastramlardan, pojarniy xota qaragan. Radiatorlar ham o'rnatilgan. Bu tarafimiz katta spalnisi bo'ladi. Yenini azizlar 3,5 metr bor, buniyasini 4,5 metrlar chiqadi. 4,5-4,40 bor. Aynalar plastramlardan, atachentoni chiroyli qilib atachento qilganlar. Polni devorni yuvib sirib olaverasizlar azizlar. Patologlarimiz esa gipsokardon bilan qoplangan. Orientini, lokatsiyasini, mesta poложениyaini eslatib o'tadigan bo'lsak, Urganch shahrimizda Bo'ron zapravka orqa tomonida 2 qavatli 100 kvadrat metr bo'lgan xonadon bilan tanishib o'tdik. Narxi 550 million so'm aytilib turibdi. Ustida kelishadigan yeri bor, azroq xayrdan qaytib.
Dokumentindən muamması yox. Həm 80% pişən gəlir, qalan bir 20% xam gəlir işlətilgan. Qaz, svet, sudan muamması yox. Həmmə işi təyar, doğru girib bir şeydən döşəşdirib. Eğer kanallarımıza yengiler olsa like basıp kollab quvvatlab tursanızlar videomuzu yengiler tarqalışın sizlərə koldan gəncə arzan naftaya kanallarından təqdim qıla verəmiz. Həmmiyə sağlıq amanlıq dilimiz. Keyingi roliklərimizi görüşüncə xeyrdə qalamız.